Hay, yaxshimisizlar do'stlar. Bugun biz birlikda talab va taqdimni o'rindab, Xo'shang yetib qolgandik. Bir fanserim uchur qoldiribdi. Xo'shangning etlash usulini yo'llab bersangiz deb. Bugun shunga shu do'stimizning talabi bo'yicha Xo'shang qilishni olib keldim. Qani mazmunga diqqat qilinglar. Etlash usuli intayin oddiy bo'lib, bir ko'rsanglar o'rganalaysizlar. Avval o'zimizning ehtiyojga qarata muvofiq un tayyorlab olgandan keyin az miqdor tuz, azroq shakar, azroq bag'i, yana azroq suvda quyib, ilman suvda po'shiraq qilib xamir yo'g'irib 1 soat atrofida bo'ldirib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgach, arliqda o'zimiz yaxshi ko'rgan qiymalarni tayyor qilib olsak bo'ladi. Bugun men mushu jusay va basaydan foydalanib o'zgacha bir qiyma tayyorladim do'stlar. Avval basayni ushoq qilib to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin bir qachimiz ilib azroq tuz chechib, buning suyini chiqarish uchun qo'yib qo'yamiz. Uningdan boshqa go'sht, piyoz va jusayni ushoq qilib to'g'rab tayyor qilib olgandan keyin basayning suyini siqib elib olamiz. Endi bularga tamtetib qo'llarimizdan muvofiq miqdorda azroq tuz, ahmosh, qarmoz, zirlarni silib, azroq suv qo'yib o'tgandek tekshi aralashtirib qiyma qilib olsak bo'ladi. Ko'rib mishagich kepsizlar, meni qo'shmagan do'stlarim, meni qo'shib olishni unutmanglar. Bundan keyin taxim yaxshi bo'lgan sarxil mazmunlarni o'zingizlarga sunish uchun izchil turda terishma. Agar mazmunim yorgan bo'lsa, yurak besib, inkazranchi, haqsiz gulronlarni yo'llab qo'yishinglarni tuvanchilik bilan so'rayman. Mana endi ko'rganinglarda xamirimiz tayyor bo'lgandan keyin ambelgilib ushoq sugul qilib tayyor qilib olamiz. Andan buni nippiz echib olgandan keyin tayyorlab olgan qiymamizni silib, mantu tukkandek tugib tayyor qilib olsak bo'ladi. Endi qazimizga oz miqdorda moy qo'yib, may qizg'andan keyin o'tnishsiz holatga tangishib o'tib xamirimizni silib, osti-usti qizargacha turg'izib zali qilib elib olamiz do'stlar. O'tni ishtiq qilib olsak bo'lmaydi, suz o'tda shuncha qizartib elib olamiz. Andan qasqinimizga yana bu shu qo'shamizni silib, yana 10 minut dumlab olgandan keyin anandan iste'mol qilsak bo'ladi. Intayin yeshik bo'lgan o'zgacha qo'shangmi tayyor bo'ladi. Qanchlarmi oilada o'z qo'linglar bilan tayyorlab yeb beqinglar, tilinglarda qoladi. Agar mazmunimni yoqtirgan bo'lsanglar, meni qo'shilishni unutmanglar. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.